Assalomu alaykum azizlar, YouTube kuzatuvchilari, Biagomiz Toshkent kanalimiz a'zolari. Xudo xolisa mana Biagomiz dastavkalari ham davom ettirmoqdamiz. Bugun Ohangaron tumaniga asosiy issiqxonadagi insonlar hozir ko'plab urug'lar ekishyapti, ya'ni bodring, pomidor ko'chatlarini, urug'larni chiqarishyapti. O'shalarga Biagomizlar dastavkalarini davom ettirmoqdamiz. Hozir kunda naval shaklda ham olishyapti. Uni narxi sal arzonroq bo'ladi. Hamda upakovka, hamda qopligi ham 3 xilligi bor. 25 kilo, 40 kilo hamda 50 kilolik qoplarda. Hozir dastavka mashinlarimiz kelgan. Xudo xolisa dastavka qilish jarayonidamiz. Upakovkadagilarga zakaz bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz olishingiz mumkin. Hamda Biagomizimiz sifatlisi juda ham a'lo darajada, namligi ham o'zining me'yorida. Hamda mana qop-qora. Hozir mana ertalab kelgan 2 tonna chiqardik. Hozir xudo xolisa yana Ohangaronga yana 2 tonna, 4 tonna hisobda bugun ishimizni yakunlaymiz. Yana zakazlarimiz bor. Guldo'konlarda ham hozir upakovkalarimiz 2 xil, 3 xil razmerda. Hozir keyingi videoroliklarimizda yangi brendlarimizda ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Toshkent shahar, Toshkent viloyatlari bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo bepul.